Bir soat bir turganimda man soat 7dan o'tgandanmi o'chirdimda bipirni. Bir turganimda 8:30 bo'lgan ekan. Ko'zim ochildimda qarasam 8:30. Yana bor edi o'zimni uyquga uxlab. Keyin turib qarasam televizorga ko'zim tushib qoldi. Ужасlar yuribdi. Aha, yosh bola yig'lab qoldi. Bunaqada. Kino. Bir qarasam ужасli kino bo'lyapti. Qachon siz yoningizda uxlashlik nasib qilarkin? Mazami? Men ham siz bilan birga ужас tushlarni ko'rsam. Ужас tushlarni ko'rmaysiz-ku. Ужас bo'libdi. Itaramanli. Birga ko'rib uxlasak yaxshi-da. Endi unaqa paytda nima deydi, anaqa qilmaydi odam. Unaqa kinolarni ko'rmaydi odam. Unaqa paytda. Romantik kino yo biron xil bir chiroyli muzika anaqa qiladi. Bo'lsinki, ужасli kino ko'rib o'tirsa ekan. Biz ikkalamiz bitta yostiqda yotsak ужас bo'lamiz-da kechasi. O'zimdagi zapasga bir 10-15 ko'tarib boraman shekilli yoningizga. Bo'lmay qoldimiz. Hozir mana telefonda spokойно ko'rish mumkin-da. Nima deydi? Majon seni onangni sikaman. O'shtu ko'chalarda sudrab, agar chesting bo'lsa so'rab ol. Men Moskvadaman. Idriskadek. Bo'ldi, хорошо. Durza qo'sh, Moskvada bo'lsang, men ham Moskvadaman. Menga 24 kilometr ekansan. Hop. Onangni nima qilib telefon nomeringni yoz. Hozir men poложение tashlayman. Agar kelmasang, seni onang jalab bo'ladi. Chiqmasam meniki. Men shunaqa erkakman. Tortishib ketyapti hozir siz bilan. Bilmayman. Buni onasini sikib yoki xotinini yoki qizini sikib pulni bermay qo'ygan joyim bo'lsa kerak-da. Men aytdim senga erkakmisan? Men местоположение tashlayman, efirda o'chirmayman. Kelmasang onang jalab bo'ladi. Men shunaqa erkakman. Efirdan chiqmayman. No, böyle hech qanaqa bir nitoga bo'lmadi shekilli. Nima bu? Nedavollik bo'lib qolsiz bilan? Bilmayman. Onasini sikuvdim-da kecha. Shuni pulni bermagandim. Добрый вообще aralashmaysiz. Iltimos. O tepani yaxshilab o'qing, inakini ayting. Yo'q, men aytyapman. Erkakmisan? Moskvadaman deding. Menga qara nima? Sikib bordi, nima qo'tang qiyshayib qolsan, o'zingdan o'zing. Menga savol berding, uqilib, endi yopishib ketyapsan, tegmaganga toshotda bor, onangni hammaga kirib ket, qo'taqimchi efirni kirib oltirib, ganiyat qilasanmi odamni? Hamlatda biladi, qo'lingdan qo'taq ham kelmaydi, dalbayoq. Men qo'taq qiyshayib qoldim buni birdaniga. Hozir menga savol bersam maylim deb. Savolni-ku berdi. Uni taniysan, bunda sikkanim, moloningni ham, o'zingni ham. Endi sizga anaqa qilib ketyapti, osilib ketyapti bular. Hammanikiga osilib ko'radim. Hozir men nomerimni yozyapman. WhatsApp bor, adres beraman, kelmasang. Jalab bo'ladi.
yozdi. Qani kelarmi? Qo'yimi kelarmi telefon o'rtasida? O'tirib. Unaqa qiladi odamga. Osil olar ekanda bu kallangga quta. Kallangga quta. Mana bu gandon nima qilyaptiman efirga yana kirib olib turib, amlatta bilan texiyanaqa bo'lib olib. Onangni ishasisan san. Harom. Jimgina efirimga kirib olib turib, anaqa qilib o'tirib, kuzatib o'tiribdi. Yalangga yo'q. Amimni yalayman yurib ham jonimga tegib ketganini bugunitib qo'yardim bor. 6-7 gapiraverganman. Banu, sizni anavi messengiz kelgan paytda bilsa kerakda, kelib bir yalab tozalab ketay desa kerakda. Yo, bu qaysi profilimga anaqa qilsam mana shu yalangga yo'q kirib olib turib amimga osilaveradi-da. Menga ham biroz sakrab Moskvada yo'limdan chiqib qolsa bo'ladimi deydi. Inaki nima qildingiz singir? Archani quchoqlatgan. Tiraq tibidoq deb ko'tiga butilkani tiqib qo'ymabsiz-da. Unaqa tushdim. Shunchaki ichishdi deydi. Bu kechki payt bo'ldi-da, soat 12 bo'lyapti. Qo'tani qaysi teshikka tiqishni bilmasdan yozaveradimi? Qo'ta qiyshiqlar bilan. Mana telefon nomer Hammanikiga berdim. osilib ko'radi. Telefon nomer berdim. Yozmayapti ham daha shu. Sakrab ko'ryapti-da u. Menga savol berib turib, keyin sizga tanmashib ketdi. Mana shunga anaqa qolib, hech narsadan Bonu. Endi hazil gap u. 2,5 yil bo'libdi kelganimga. Bitta ham ayol zotini ko'rmadim. Lekin ashi erkak keladigan bo'lsa rostdan ayol sikkandek sikib qo'yaman ko'tiga. Unaqada siz bilan ko'rishmayman borib. Agar shunaqa qilsangiz, men siz bilan ko'rishmayman. Ko'nim qolib ketadi. Ko'zim qonga to'lib yuribdi. Pizes sikaman ham. Mosh ko'tiga tiqaman, biletarga ich qotib qolgan bo'lsa ko'tini pichiratib chichirib yuboraman. Bo'ldi-da. Aytaman, men siz bilan ko'rishmayman. Bo'pti, pastaga kelib bo'ldi. Kimi? Men bilan ko'rishni xayolingizga ham keltirmang, tamom bo'l. Nimaga? Ronibdiga sikib turib, keyin men kelib turib, Men uni sikdimmi? Biroz aytyapman. O'tini gija bosib yotgan bo'lsa, parazit bosib yotgan bo'lsa, keyin meni momushim ichiga o'tib ketdi. Jinnimisiz? Men hech kimga yotganim yo'q deyapman. Yo, aytyapsiz-ku, ko'tiga sikib. Endi hazil deb aytdim, o'zi hazil gapi deb gapirdim boshida. Boshida qo'rqib. Endi kelib endi o'sha narsani qilmaganim qoluvdi o'zi. Undan ko'ra bir yaxshi Bonu degan ismli qizga 30,000-35,000 olib borib qo'liga sepchgan taqib ertalab keta ujruskini ko'rganim yaxshi. Ujruskinimiş. To'xtangda. 015 men hazil deb yozdim. Chiroyli yozing iltimos. Hozir chesizga tegib qo'yaman. Qarang, Bonu
30 ming 40 ming sarflab turib normalniy dostoyniy ayolni qilish kerakda erkak kishi. Ko'ringanga keta olmasdan. Bo'ynimda quta bor. Hm? Bosh kirib olib turib, manga o'zicha stavka qo'yib beribdi. Mehmon qilmaysizmi deb. Mana men mehmon Kim qilaman aytadi? desam, ha mehmon qilsangiz xudo bo'lmaydi-yu dedi. Yil Voy. qatori to'larman dedi. Gapni qarang. Voy. Hal qatori. Men pulim Endi to'larman dedi. Yana ko'chadagilarda o'sha qo'yapti. qo'lidan ovqat yeb o'rgangan bo'lsa kerakda. Hal qatori to'laydigan bo'lsa, o'sha o'zing taniganlaring yoniga boraverib, hal qatori to'lab ishingni bitirib yuraverasan desam, sizga anaqam ketdi-da dedi. Sizga ko'nglim ketdi-da. Nima? Sizniki qimmatmi? 15 ming yetadimi deyapti. Dalboy. O'zicha stavka qo'yapti. 15 ming yetadimi deydi. Dalboy. O'sha 15 mingning birorta rozi bo'ladiganiga borib berib yotib kelaverdim.